Assalomu alaykum aka opalar. Bugun Istaravshan shahrida uloq bo'lyapti. Odamni qaranglar qanaqangi ko'p. Odam juda ko'p mana ko'ryapsizlar. O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston har joydan chavandozlar kelgan, otlar kelgan, ko'rib turganlaringdek odam o'ta ko'p. Juda katta uloq bo'lyapti. Tojikistonning Istaravshan shahrida. Anladım. Bu kardeşi Xursan Murodov Farruxi shahri Istaravshan. Merhaba, yakta ushtur, 1500 so'm pul va odil chavandoz. Shahri ismi Xursan Murod, shahri Salam. Begim Qul chavandoz, shahri Istaravshan Aspi. Aspi shahri Istaravshan Aspi. Asli akay Voris, as bu nomi Luqza. O'zim chiqib bo'lmagan. Harakat qil, maray bola. Yakta to'y. 1500 so'm pul. Ассаляму алейкум варахматуллахи вабаракатух. Уважаемые братья и сестры, уважаемые подписчики, всех вас приветствую с благословенным днем, Йом Джумра. Аллах примет все ваши садакат на пути Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Старайся краевой соборной мечети города Перми по адресу Бульвар Гагарина 74 продолжается. Подношите свои сбережения, свои садакат на пути Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Пусть Аллах Тааля примет все ваши благодеяния, садакат на пути Всевышнего Аллаха Субхану Тааля.